Assalomu alaykum. Bugun bizda qaymoqli balish. Алдымен xamirina elektrolizlangan unimiz bilan qovsatqichimizni solamiz. Qandimizni, sari mayimizni solib, qo'limiz bilan o'g'itib chiqamiz. O'g'itilgan unimizga bir yumurtamizni solib, yaxshilab xamir yeymiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni paketga solib, shart soatga to'nazgichga solamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizda ikki bo'lib, bir bo'lagin formamizning betini, al jarti bo'lagin formamizning shetini jabstirib chiqamiz. Endi xamirimiz tig'izlar tegishi uchun sizlar qasib bilan ustini bosib chiqamiz. Endi solmasini tayyorlaydigan bo'lamiz. Solmasini qaymoqni, qandimizni, men vanilin qo'shdim, sizlar o'z qalalarinizcha. So'ng yumurtamizni qo'shib 10-20 sekund qana aralashtiramiz. Uzoq aralashtiruva bo'lmaydi. Endi tayyor bo'lgan xamirimizga salmamizni quyamiz. 180 gradusda qizib turgan pechga 35-45 minutga qo'yib chiqaramiz. Tayyor bo'lgan balishimizni issiq kunda kesuvga bo'lmaydi. Shunday salmasi oqib ketadi, qatmaydi. So'l uchun yaxshilab suvitib kesayotgan bo'lamiz. Menda tayyor bo'ldi. Xas bo'lsin.